Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz dindoshlar, yurtdoshlar. Inshaalloh Makka mukarramadan Jidda aeroportiga kelganmiz. Bugun Centrum Holidays yurtpalarimiz kelgan, birgalikda kutib olib, chiroyli holatda o'zimiz bugun Madinaga olib ketamiz. Bugun Madina Munavvaradan ziyoratlarni boshlaymiz inshaalloh. Mana Centrum Holidays firmasidan kelgan insonlar mana alohida yurtpa bo'lyapti. Har bitta yurtpaga 14 kunlik umra ziyorat safar davomiyligida 6 dona avtobus qo'yiladi. To siz 14 kun safaringizni yurishingizda mana shu aeroportdan boshlab yana aeroportga 14 kundan keyin qaytib kelishingizga 6 dona avtobus qo'yiladi. Umra narxlari kimga qiziq bo'lsa, umra ziyoratga kelishni niyat qilgan insonlar pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Centrum Holidays bilan birgalikda operatorlarga bog'lanib kelmoqchi bo'lsanglar, narxlarimiz 1050 dollar. Namangan, Farg'ona, Samarqand hamma viloyatlardan bor inshaalloh. Hoji onamlar, hoji tog'amlar hammalari kayfiyatlari yaxshi, chiroyli holatda kutib oldik. Endi birgalikda hozir avtobuslarga chiqib Madina Munavvaraga safarimiz, ziyoratimizni boshlaymiz. Kim ota-onasini mana shunday kunlarga nasib qilsa, meni ham ota-onamni jo'natishni nasib qilsa, meni ham bormoqchiman yoki jo'natmoqchiman degan farzandlar, yosh katta inson, hoji tog'amlar, hoji onamlar bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. Bemalol operatorlarimizga qo'ng'iroq qilib, aloqaga chiqib kelishinglar mumkin inshaalloh. Siz qayerdan kelmoqchi bo'lsangiz, Tojikiston, Qirg'iziston, bemalol kelib aloqaga chiqib olasizlar. Inshaalloh. Bu yerda mana sim karta olishyapti. Sim karta olsa bo'ladi bu yerda. Sim kartalarimiz bu yerda olishinglar tavsiya qilmayman. Birinchi o'rinda bu yerda namozxonalar bor. Sim karta nimaga bu yerdan olish kerak emas? Birinchidan ozgina endi pul birligini birinchi marta kelgan inson bilmaydi. Shuning uchun ozgina bilmaydi. Yosh katta insonlar qimmatga sotib qo'yishi mumkin. Asosan aldamaydi, lekin qimmatga sotib qo'yishi mumkin. Megabayt, gigabaytini kamini berib qo'ysa, siz 14 kun mobilda yurishingizda yetmay qolishi mumkin do'stlar. Shu maqsadda aytyapmiz do'stlar. Hozir sim karta narxlarini bir qator sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, 20 gigabayt. 20 gigabayt, 120 minut kol. 60 riyal. 60 riyal. Tamam. 190 no. 100 Yo'q. 60 tamam. 20 gigabaytini 60 riyal qilib berar ekan. Do'stlar mana. Hajib. Bu yerda mana do'stlar yaqinlarimiz olyapti. Bu yerda xo'sh taomni olyapti. 16 dollar. Yo'q. Hajib gel. Inshaalloh do'stlar. Inshaalloh do'stlar, keladigan insonlar mana bir qator sim karta narxlarini bilib qo'ydik, so'rab bemalol aloqaga chiqib qo'ygan ma'lumotlarda operatorimizdan olib kelishni niyat qilganlar umra ziyoratiga bemalol kelishinglar mumkin inshaalloh do'stlar. Pastdan nomer qoldirgan aloqaga chiqib olasizlar. Birodarlarimiz juda ham kayfiyati yaxshi bu insonlarni ham. Do'stlar, biz doim xizmatdamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Biz esa hozir bularda hammalari ziyoratchilarimizni Madina Munavvaraga olib ketamiz, yurtpa qilib. Inshaalloh. Razaqullah Nurxon aka. Razaqul Muhammad Vali. Urinova Sayyora. Abidova Habiba. Abidova Abdulhay. Jabborova Shahodatova. Qarshiyev Usmonali. Xudoyberdiyeva Lobarxon. Xudoyberdiyeva G'ufronberdi. Xudoyberdiyeva Karomat.